biz masalan bir oyda 1 million pul topsak, undan o'zimizga 20% ishlatishimiz kerak. Erkaklarda yana 20% ayoliniki hisoblanadi, ya'ni ayolini energiyasiga kelganligi uchun, lekin ayollarda erkakniki hisoblanmaydi, o'ziniki hisoblanadi. Ayollar 20% o'zimizniki, topgan pulimizni 20% farzandimizniki, 10% ota-onamizniki va 10% ehson berishimiz kerak. Masalan, 1 million pul topdingiz, 100 mingini ehsonga ajratasiz. 20% ga o'zingizga sovg'a olasiz, ya'ni qalbingiz nima xohlaydi, qalbingiz nima istaydi, shuni olasiz. 200 mingni farzandingizni xohishlariniki, u qalbini istaklariniki farzandingizga ishlatishingiz kerak, berishingiz kerak. Chunki farzandlarimiz o'zlari pul topmaganliklari uchun ularga keladigan pul bizni pulimizga qo'shib beriladi. Bu 16 yoshgacha bo'lgan farzandlarga tegishli. 20% ishlatdingiz, 1 milliondan 400 ming ketdi, 100 mingini ehsonga berdingiz, 500 ming ketdi, 100 mingni ota-onangizga berdingiz. Demak, 600 ming ketdi, 400 ming qoldi. Bu 400 mingdan 200 mingini nimadir rasxodlaringizga ishlatasiz, buyumlar nimadir olmoqchisiz, va 200 mingini har doim siz jamg'arma pulingiz bo'lishi kerak. Jamg'arma pul qilib yig'ib borishingiz kerak har doim. Ya'ni bu pul qonuni hisoblanadi. Uyingizda jamg'arma pulingiz har doim bo'lishi shart.